Rezavor mevalardan oltinsimon qorag'atning turli xil iqlim sharoitlariga mos, issiqqa, sovuqqa va qurg'oqchilikka mos navlarini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdamiz. Yangi yaratilgan oltinsimon qorag'atning yuragaylarini ilmiy izlanishlar natijasida o'rganayotganimizda yuragaylarimizning mevalarini shakli, barglarining shakli, tuplarining kengligi, aylanasi barchasi o'rganilmoqda. Oltinsimon qorag'atni yaratilgan yangi nav duragaylarni, aynan yaratilgan navlarimizni, mevalarni biz texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi ilmiy tadqiqot markazi laboratoriyasida tekshiruvga berganmiz va muvofiqlik sertifikatini olganmiz. Bu mevalarimizni tekshirtirganimizda og'ir metallardan xoliligi, xavfli patogenlari yo'qligi, tabiiyligi, GMO aniqlanmaganligi ko'rsatilgan. Buni biz hozirgi mavsumga muzlatib, shakar bilan aralashtirganimizda, hozirgi mavsumda iste'mol qilganimizda hech qanaqa kasalliklarga chalinmaysiz, immunitetni ko'taradi. Mevani tarkibi juda ham foydali elementlarga boyligi, C vitaminiga boyligi tufayli inson organizmiga juda ham foydali, mavsumiy hisoblanadi. Olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarimiz natijasida oltinsimon qorag'atning yangi yaratilgan navlarida, duragaylarida abiotik omillarga, issiqqa, sovuqqa chidamliligi va oltinsimon qorag'at novdalarining yog'ochlangan qalamchalarini maqbul ekish muddatlarini aniqlanadi va ko'chat yetishtirishni iqtisodiy samaradorligini ilmiy izohlab beriladi.